Orta Yawropadin, Orta Asiyagha Tutashqan Köngül. Aptori, Martina, Kokotkiwiks. Aptor to'g'risida. Doktor Martina Kokotkiwiks Polshaning Boznan universitetida fen Uyghur tillari mutaxassisi bo'lib ishlaydi. U o'z ona tili polakchidan boshqa fen, major, ingliz, turk tillarini pishiq biladi. Hozir Uyg'urcha o'rganishni davom qilmoqda. Bir necha yil avval Orta Asiyalik bir do'stim bor edi. U do'stim to'g'riliq tuqqanlarimdan biri bilan paranglashib qoldik. U to'g'riliq nimalarni deyishganimiz aniq esimda yo'q. Ammo parang jarayonida u turk deyishim bilan tuqqanim hayron qilib, qandoqmi turk bo'lsin, u osiyalik ekan-ku degan edi. Shu kuni ma'rif tarbiyasi haqida davlatimizda qilinishi kerak bo'lgan xizmatlarning ko'p ekanligini his qilgan edim. Men bu yerda yangilik yaratmoqchiman. Biroq hammadan avval kishilarga bir necha ishda tushuncha berishim kerak. 2019-yil 9-sentabr. Men Polshalik bir qiz. Bir chaqda urug' tuqqanlarim orasida ba'zi gap so'zlar bo'lindi. Ularning deyishicha, oilamizga bir vengriyalik kirmoqchimish. Shuning bilan turanchilik, turkiy millatlar va turkiy tillar bilan hapilishishga boshladim. Sababi turklar bilan uchrashgandan keyin ularni yoqtirib qolgan edim. Shundoq, ular bilan uchrashdim, chunki universitetda fen va venger tilida o'qigan edim. Bu to'limi oddiy hikoya. Shundoqla chigish bir hikoya. Tadqiqotim faqat tillar va kulturlar jihatida emas edi. Bu jarayonda o'zim uchun texmi muhim yuksalishlar maydonga keldi. Türk kültür sabablik islom dini to'g'riliq texmi ko'p narsalarni o'rganishga boshladim. Shu chaqlardan biri turklar va turk kulturi menga munosabatlik soha deb qarashdan halqib, ularga qarindoshlarim sifatida muomala qilib keldim. Ularmo menimi qarindishidek ko'rib, menga ko'plab yordam berib keldi. Ularning qo'llashi bilan Turkiyani ziyorat qildim. Men yana turk dunyosidagi masalalarga diqqat qilishga boshladim. Bizning dunyoyimiz aslida rohat bir yer emas. Bu sabablik boshdan boshlabla turk dunyosidagi masalalar oddiy masalalar emas deb his qildim. O'rta Osiyoda yashaydigan barliq turkiy xalqlar to'g'risida bilim ilayotganim uchun Uyg'urlar to'g'riliq tunji qatim necha yil avval anglagan edim. Afsuski, Uyg'urlar to'g'riliq tunji qatim anglaganimda ahvolning u darajada og'ir emasligini tushunmasdan xatolashgan edim. Bu xato tushunchamga Uyg'urlar to'g'riliq yetarlik ma'lumotim yo'q bo'lganligi sabab bo'lgan edi. Men shunday his qildimki, O'rta Osiyodagi ahvollarda ba'zi o'xshashliklar bor edi. Kishilar, bo'libmi dindor kishilar, ba'zi qiyinchiliklar ichida yashaydi. Diniy hayotini maxfiy tutishi kerak edi. Ba'zi jihatlarda ochiq-oshkor gap qila olmaydi. Uyg'urlarning Xitoyning hukmronligi ostida yashaydiganligini bilatdim. Ammo bu meni hech qancha rohatsiz qilmagan edi. Keyin shuni cho'nqur tushundimki, Xitoylar bilan farqli bo'lgan, Xitoylar bilan farqli holatda o'ylaydigan kishilar o'zini o'tqa otgan insonlar ekan.
Мен başta bularni tushunmaganligim uchun o'zim eng yaxshi ko'radigan millatlardan birining tasvirligisiz ig'ir zulm ostida yashayotganligini his qilolmagan ekanman. Tadqiqotlarimni davomlashtirdim. Tadqiqotimning markazida til jihatga hammadan bak ahamiyat berdim. Türkçe, o'zbekcha, qozoqcha o'rganishga boshladim. Uyg'urlarga dunyo sukut qilgan, menmo dunyo bilan qo'shilib sukut qilgan edim. 3 yildan avval ahvol o'zgarishga boshladi. Sharq Turkiston to'g'risidagi xabarlar ko'plab o'ttirg'i chiqishga boshladi. Türk do'stlarim ijtimoiy taratqularda maqol asarlarni tarqitishga, islom to'g'risidagi to'rbatlar masalalarni tushuntirishga tirishdi. Mushularni o'qiyotgan vaqtimda to'limi mo'yim bir ishni tushundim. Uyg'urlar haqida xabar ishlayotgan manbalarning hammasi chet el tilidagi xabarlar edi. Chet el tilidagi xabarlardan ko'zda tutqinim shuki, Sharq Turkistondan kelgan xabarlarning hech birini o'z ona tilimda o'qishga muyassar bo'la olmadim. Polsha televiziyalari faqatla musulmon terroristlar tipidagi xato ma'lumotlarni tarqatadi. Bu sabablik Polsha taratqullarining Uyg'ur masalasi to'g'riliq inkos qaytarishini umid qilibmi yurmadim. O'zim Türkçe va inglizcha bilganligim uchun bu jihatlarda yuzaki tushunchalarga ega edim. Ammo vatanimda bu jihatlarga ko'ngil bo'layotganlardan birimi yo'q edi. 2 yil avvalgi Ramazonda o'zim yashayotgan shahardagi musulmonlardan bu haqda tushuncha ola oladigan mumkinchilik aqlimga keldi. Ramazon kechalaridan birida musulmon qarindoshlarimga Xitoy ishg'oliyatidagi musulmonlar uchun duo qilayli dedim. Aslida har Ramazon kechasi musulmonlar bor bo'lgan bir davlatdagi musulmonlar uchun duo qilinayotdi. Mening kallamda duo qilinish kerak bo'lgan musulmonlarning ichida Xitoy ishg'oliyatidagi musulmonlarmi bo'lish kerak edi. Ularning bu haqdagi inkosi meni hayron qoldirdi. Nemishqa Xitoy ishg'oliyatidagi musulmonlarga duo qilamiz? U yerda nima ish bo'pti? Xitoyda musulmonlar bormi? Degandek savollarga duch keldim. Bu haqda uzundan uzun so'zlashni xohlamaganligim uchun Xitoyning ularga nachar muomala qilayotganligini qisqacha tushuntirdim. O axshimi men g'alaba qildim. Uyg'urlar uchun duo o'qildi. Biroq shu qitimdan sirt bu haqda fikrlashmadik. Shu yili bu to'g'riliq bir qancha qitim tirishchanlik ko'rsatgan bo'lsam-mo, unumi bo'lmadi. Saxovat organlarida xizmat qiladigan bir qanchalarga bu haqda xatlar yozdim. Ammo hozirgacha ulardan hech javob kelmadi. U chaqlarda o'zimning masalalarim ko'p edi. Qiyin va musibatli ishlarni tezla tashlash oson emas edi. Shundaqdimi boshqa sohalarda aktiv bo'lishda tirishdim. O'z millatimga islom dinini va kulturini tushuntirishga tirishdim. Biroq ba'zi jihatlarda fursat bo'lmadi. 2 yildan keyin, ya'ni mushu yili, ahvolni qanchalik darajada xato tushunganligimni, Uyg'urlar haqidagi tadqiqotdan voz kechib, bakmi xato qilganligimni tushundim. Men hayotimdagi tasodifiyliklarga ishonolmay qolaman. Har ishda bir hikmat bor.
Shu chaqda go'yoki Allah qalbimga ilhom solgandekli bir ish bo'ldi. Biraylan bilan tanışıp qaldım. Uyghurlarga ko'ngil bo'ldiganligim uchun u menga hikoyasini so'zlab berdi. U Polshada Uyghurlarga ko'ngil bo'ladigan hech kim yo'qligini biladi. Uning bilan tanışıp qilishim men uchun hayron qolarlik bir ish bo'ldi. Uning hikoyasini anglab bakma azoblandim. Dunyodan, insonlardan, hatto o'zimdinmi rayim qaytgandek bo'ldi. Chunki o'zimni bakli yaramas his qilgan edim. Qalb tevishimdan shuni his qildimki, agar Uyg'urlarning bugungi qismati to'g'riliq ijobiy nuqtadan bir ish qila olmasam, hayotimni normal holatda davomlashtira olmaydim. Yillardan beri kishilarga Türklarning men uchun o'z oila kishilarimga o'xshash ekanligini anglatib kelyotdim. Türklar deyishdi faqat Turkiyadagi Türklarni ko'zda tutmadim. O'zim uchun to'limi go'zal tashviqot qilayotgan edim. Ammo zulm ichida yashayotgan Türk qarindoshlarim uchun hech ish qilib berolmayotdim. Bu holatda yashashni xohlamaydim. Do'stlarimga harakat qilgan barligini bayon qildim. Biroq ishni nadan boshlashim kerakligi to'g'riliq kallamda son yo'q edi. Faoliyatchi bo'lishning osonga to'xtamaydiganligini boshdan bilatdim. Başta aytib o'tganimdek, mamlakatimizdagilarning umumiy jihatdan sirtqi dunyodagi kishilar to'g'riliq tafsiliy ma'lumot yo'q edi. Ular Asiyada yashagan har kim Asiyalik. Xitoylar buningdan bir oz farqli bo'lishi mumkin. Chunki ular eng cho'ng. U yerda Xitoylar yashaydi degandek tushunchalar edi. Men Uyg'urlarni tilga olganimda, ular menga hayronlik bilan qarab qoladi. Vatandoshlarimga Uyg'urlar haqida tushuncha berishdan nimaga erishmoqchi edim? Yaslida o'qiyotganimda bir saboqdashim Finlandiyani bir orol deb qaraydiganligini aytgan edi. Dünya haqida bunda xato tushunchalarda bo'lgan boshqa bir millatni topmoq haqiqatan qiyin. Bu yerdagi insonlar balkim yetarlik darajada bilmaydi. Ammo lozim bo'lsa, men ularga dars berman. Demisimi, men bir o'qituvchi. Dars berman. Qo'llashga va yordamga haqiqatan ehtiyojim bor edi. Biroq hech kimni bu yangi ishimga ishtirok qilishga zo'rlashni xohlamadim. Ko'plagan ishlarni o'zim yolg'iz qilishim kerakligini tushungan edim. Eng dastlabida Uyg'urlar haqida ijtimoiy taratqularda ko'plab uchur tarqitishga boshladim. Polshada birmi Uyg'ur yo'q bo'lganligi uchun ijtimoiy taratqularda Uyg'ur do'stlarni izlashga boshladim. Nurg'un kishilarga do'stlik istik avatdim. Uyg'urlar bilan ijtimoiy taratqularda do'stlashganimdan xushal bo'ldim. Shundaqla bearama bo'ldim. Chunki yiroqlarda yashaydigan, meni oz to'la taniydigan kishilar meni qo'llayotgan bo'lsa-mu, ammo menga eng yaqin insonlar qilayotgan ishlarimni tushunmayotdi va qilganlarim ularga g'ayr tuyulayotdi. O'z holing bilan bo'l. O'zingning hayotiga ko'ngil bo'l degandek so'zlarni angladim. Javob sifatida bu mening hayotimdir. Shundaqla sening hayotingdir. Bu hammamiz qilishimiz kerak bo'lgan ish, dedim. Dunyo yomon tarafga oldini qilib ketyotdi. Sen bugun Erkin,
Biroq, balkim әтті өзіңні лагерді көрішің мүмкін. Şu çağda deysən ki, bu mening hayatım. Acaba bularni tushunmak mushinchivala qiyinmi? Boshqa kishilarga hech qanday ish qilib berishni xohlamasang, qilmasang bo'ladi. Ammo eng bo'lmagandimi o'zing uchun bo'lsin qil. Shundaqla menga hargizmi bu mening ishim emas demagin. Mening qarorlarim o'zim uchun. Tomuz ayida, ya'ni 7-oy xalqaroliq White Blue 19 faoliyatiga qatnashdim. 2019-yili 7-oyning 21-kuni dunyoning ko'plagan joylarida Xitoyga qarshi namoyish o'tkazdiganligini bildim. Davlatimizdagi kishilardan bu haqda umid kutdim. Shahrimizda bir islom markazi bor. Musulmon qarindoshlarim burundan Falastin va Yaman masalalarida ularni qo'llab, aktiv ovoz qetib keldi. Ularga namoyish haqidagi fikrlarimni tushuntirdim va hamma ishni o'zimning o'rinlashtirganligimga va'da berdim. Afsuski, to'limi diplomatik bir javob keldi. Kishilar masalani yaxshi bilmaganligi uchun qo'rqayotganligini tushundim. O'zimni bir oz yolg'iz his qildim. Hamda bir oz o'zimdan nomus qildim. Ammo buning sababini tushuntirib bera olmayman. Biroq do'stlik tizimligimga bir qur nazar tashlab, o'zimda yangi kuch his qildim. Gerçi bu ish qiyin bo'lsa-mu, ashu do'stlarimni qo'llamay tashlab qo'yishni to'g'ri topmadim. U kuni 2019-yil 21-tomuz kuni o'zim turishlik shaharda rasmlik namoyish elib bordim. Ko'p shukrlar bo'lsinki, menga yordamchi bo'ladigan bir necha qarindishimiz chiqdi. Yalğız kişilik namoyishimni rasmga tortib berdi. To'limi mamnun bo'ldim. Hayajondan titraydim. O'zim yalğız bo'lsam-mu, bir talma rasmga tortolmagan bo'latdim. Bu kun mening hayotimni o'zgartdi. Men buni hech qachon o'ylab baxmagan edim. Taraf-tarafdan qo'llash sadolari kelishga boshladi. Biroq atrofimdagilardan kelmadi. Ko'p kishilar bilan tanishdim. Albatta, bu tanishishim faqat internetda bo'lmadi. Chunki yaqinda Polshadami Uyg'urlarning borligini bilgan edim. O'z ishimdan nihoyat ta'sirlandim. Qilganim kichik ish bo'lgan bo'lsa-mu, har ishning ma'nosi bor edi. Balkim o'zim yolg'iz ko'p ish qila olmasman. Ammo eng bo'lmasa bir qancha kishiga ma'naviy yordam bera oldim. Beshiga kelgan dardlar uchun Uyg'ur qarindoshlarimizning yolg'iz emasligini bu orqali bo'lsa-mu ko'rsatdim. Shu chaqlardan boshlab doimla har kim yolg'iz bo'lsa-mu, eng bo'lmasa bir ishlarni qila oladi deydim. Bir butun xalqni hech kim o'zi yolg'iz qutqiza olmaydi. Ammo yaqin kelgusida yolg'iz bir kishi hech bo'lmasa bir oilani yoki bir kishini bo'lsa-mu qutqiza olishi mumkin. Yordamga har zaman tayyor turishim kerak. Boshqalarga mushuni his qildirishni xohlayman. Bu sabablik harakatlarimni davomlashtiraman. İctimai taratqularda maqola va rasmlarni o'rtoqlashaman. Uyg'urga yordam, ya'ni Uyg'ur Aid va
Şərq Türkistandakı ziyankeşlikka uchirg'uvchilar uchiri ambiriga hamdam bo'lishni arzu qilaman. U mening ishim emas degan tushunchalar to'g'ri emas. Birla dunyoyimiz bor. To'limi afsuski dunyoyimizni buzib etdik. Hammaylar jinoyatkor emas. Biroq hammaylarning mas'uliyati bor. Aldinqi hafta yana rasm tartqizmoqchi bo'ldim. Biroq yolg'iz qoldim. O'zim tartgan faqatla sufati yaxshi chiqmagan bir necha namoyish rasmim chiqdi. Biroq sufat bak muhim emas. Eng muhimi u kuni bir Uyg'ur buni ko'rib, o'zining unchavala yolg'iz va yordamchisiz emasligini his qildi. Bu hol menga texmi kuch va jasorat bag'ishlaydi. Bundaq bo'lishiga qaramay, ba'zi yerlarda qorong'uliklar saqlab turmoqda. Shundimi hayotni davomlashtira olamiz, albatta. Türkchidin Uyghurchilashturghuchi Hikmetyar Ibrahim. Menbe Uyghurlar tor jurnali 1-sonining 27 betidan elindi.